Gün 6 marta teşikman. O'zim kapelnitsiga qo'yaman. Mantiqiy xulosalar chiqarishni o'rganing. Odamlar narsalar haqida emas, narsalar odamlar haqida sifatlarini aytib berishi mumkin. 6 marta tushdim. O'zim tusholmay qoldim qo'limni. Shunday narsalar borki, ko'rimsiz, o'xshash ko'p. Masalan, soat mosi. Uni 1 yildan beri tutaman. Xo'sh. Sizlar shunaqamisizlar, mazalangan bo'lsa kimgadir mazam yo'q deb aytish xohlab qoladi odam. Siz haqingizda biror bilsa bo'ladi. Juda tartibli odamsiz va yaqindagini tozalatgansiz. Shumi? Bak shunda o'raladi. Siz haqingizda shu. Ammo bu soat siz akangiz haqida ko'p narsani aytib beradi. Axir soat Tezroq yaxshi bo'lay. otangizga tegishli. Qilolmay qo'ygan ko'p ishlarim bor. Bu fokus emas. Kasal qolsam hech kim qaramaydi menga, o'zimdan boshqa. Faqat familiya mosga tushmish. Shuning uchun Demak, soat meniki emas. kasal Otam bo'lmaslik esa kerak. xabaringiz bor, allaqachon o'lib ketgan. Soatni aytganim